Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Bugungi manzilimiz Qorasaroyda bo'lyapti. Shundoqqina Uzgazo'l zapravkani yonidan kirib to'g'ri keriladi. Mana shu kichkina bir mahallacha qolgan. Bu taraf qo'shniniki, mana shu devordan, mana shu darvozagacha 2,5 sotixga tushgan. Xudo xolisi 6 ta xonali, remont yaxshi, bitta fasadiga qarab olish kerak. Hovli fonli qaraladigan holatda. Bitta masjidimizda kirdi chiqdi joyimiz bor. Yashil hududga ega 2 ta mashina bemalol sig'adi. Bu yog'imiz zal oynasi, oshxonamizda uy ichidan ham, ko'chadan ham kirib o'tiradigan joy qilingan. Bu yoqqa bitta letniy kuxna joylab olsa bo'ladi. Uy holati juda zo'r, faqatgina fasad qismi qolgan. Kirganimizda bitta katta hol, ikkinchi etajga chiqadigan zinamiz va podvalga tushadigan zinamiz. O'ng qo'limizda zal. Ko'rib turganingizdek kattagina, ta'miri juda zo'r. Taxminan 2019-18 atrofi qurilgan hovli. Va oshxona. Oshxonamiz ham kattagina, bemalol so'z sig'adi. Bemalol kirib o'tirsa bo'ladigan holatda. Va birinchi qavatni sanuzel. Bu ham kattagina qilingan, ko'rib turganingizdek. Bu yerda ham ozgina qiya joyimiz bor. Podval qismi jiloy qilingan. Bitta hol, 2 ta xona. Bemalol jiloy 5 ta bo'ladi. Ko'rib turganingizdek katta bitta hol qoldirilgan. Dam olib o'tiradigan. Bu yerni bitta xona qilib qo'ysa bo'ladi bemalol. Zalmi, oynalari bor. Va bu yerda bitta xonamiz bor. Kladovka qilib foydalanishar ekan, lekin buni jiloy qilib olsanglar bo'ladi. Kattagina oynasi bor. Va uyimizning yuragi deymiz. Kotelniy xonamiz, elektr ishlarimiz turadigan, hamma narsa chetga joylashgan. Hozirgi paytda Xastamonda buzilishlar juda ko'p bo'lyapti. Bu Xastamon deydi, asosiy mana rayonlardan, Olmazordan qarashadi va yaqin bo'lgan joylardan qarashyapti. Shunaqa yaqin atrofdan Xastamonda uy buzilayotganligi juda zo'r lokatsiya. Tayyor mebel texnikalarni olib yashayverasizlar. Uy tayyor holatda. Fasad o'zingiz uchun qilsanglar qilib olasizlar. Bitta endi kim uchundir minus, kim uchundir bo'ladi desa, ro'parasida faqatgina domi bor. Ko'rsatib tushuntirib ketaman. Toyota xona. Ichida sanuzel bor. Mana ko'rib turganingizdek, ro'paramizda dom bor. Bitta mana shu yashil setga tortib yuborilsa, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Dom yopilib ketadi. Va bolalarga mo'ljallangan yotoqxona. Родительский yotoqxona. Garderob. Sanuzel. Narxiga keladigan bo'lsa, $2,000 so'ralyapti. Ozgina o'tib beradigan joy bor deyishdi. Bemalol pastki raqamli telefon qo'yasizlar. Kimga shunaqa reklama xizmatlari kerak bo'lsa, tepadagi raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.